Yurubun o'tgan darsda biza ikki qismini 31dan 33-savolgacha ko'rib chiqdik. Endi 34dan 39-savolgacha biza birgalikda ko'rib chiqarkanmiz. Xo'p, Pogi va Kachi pingane trakal kajang almajin gosal ko'rishibshiyo. Ya'ni namunadagidek bo'sh joyga eng mos to'g'ri kelgan javobni belgilayotganmiz. Xo'p, bu yerda dalshiga cho'simnida teng и maksimnida ob-havo yaxshi, nimadir ochiq. Ketdik, variantlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi nun, ikkinchisi pam, ya'ni tun, uchinchisi haner, osmon va to'rtinchisi kurim, ya'ni bulut. Albatta o'z-o'zidan havo yaxshi, osmon ochiq degan variant to'g'ri kelar ekan. Endi biza namunani ko'rib chiqdik. Hozir endi savollarni ko'rib chiqamiz. 34da to'sog'ani kamnida chek teng bilimnida. Demak, bu yerda biza kerakli qo'shimchani to'g'ri qo'yishimiz kerak ekan. Kutubxonaga ketyapman. Kitobni qarzga olaman. Xo'p, birinchi variant ga yoki da qo'shimchalariga to'g'ri kelsa, ril n qo'shimchasi, ga bosh kelishi qo'shimchasi hamda qo'shimchasi bu ning qo'shimchasi edi. Xo'p, to'sog'ani kamnida chegir bilimnida. Ikkinchi variant to'g'ri, ya'ni chegir kitobni qarzga olaman. 35da esa pumonimi 보고 싶습니다. 그래서 부모님께 편지를 teng. Demak, bu yerda bizga kerakli fe'lni qo'yishimiz kerak ekan. Okey. Ota-onamni sog'indim. Shu sababli ota-onamga xatni nimadir qildim. Xo'p, samnida o'zi salda yashamoq, simnida sida yozmoq, pomnida poda ko'rmoq, nolda o'ynamoq. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi salda hamda nolda noto'g'ri fe'l bo'ladi. Pnida hamda simnida rasmiy hurmat shakli qo'shimchalarini qo'shsak, albatta o'z-o'zidan l tushib qolar ekan yuribun. Shu sababli ham samnida va nomnida bo'lyapti. Lekin bu yerda javob albatta o'z-o'zidan simnida, ya'ni yozmoq javob to'g'ri keladi. Ya'ni ota-onamni sog'indim. Shu sababli ota-onamga xat yozdim. 36-savolda sojome kamnida teng samnida. Demak, bu yerda biz joy nomini qo'yishimiz kerak ekan. Sojom bu kitob do'koni edi. Kitob do'koniga bordim. Kitob do'konida nima sotib olish mumkin? Albatta, kitob sotib olish mumkin. O't bu kiyim, chip uy, pan bu non. Shu uchun ham 4-variant to'g'ri bo'lar ekan. 37-savolda esa biza sifat qo'yishimiz kerak ekan. Xo'p, pomimnida nalshiga teng. Bahor ob-havo qandaydir? Okey, birinchisi tatitada iliq, kekitada bu toza, o'robda qiyin, pisitada o'xshash. Demak, o'z-o'zidan javob bir bo'lar ekan, ya'ni bahor, havo iliq. Qolgan variantlar to'g'ri kelmaydi. 38-da esa choy kajogin teng. Semyonimnida abochi omoni kiriku choyimnida. Bizning oilamiz nimadir 3 kishimiz, otam, onam va men. Ketdik, variantlarni ko'ramiz. Soro bir-biriga o'zaro, poton odatda, modu hamma, elchi vaqtli. Choy kajogin modu bo'ladi albatta. Hammasi degani hammasi 3 kishi, ya'ni hammamiz 3 kishidan iboratmiz. Dadam, onam va men demoqchi. 39da esa
운동을 열심히 했습니다. 그래서 땡땡 쉽습니다. 여러분. Xo'p, sport bilan qattiq shug'ullandim. Shu sababli ham nimadir qilgim kelyapti. So'qchahada uyga vazifani bajarmoq, shavvohada cho'milmoq, ironada turmoq, cho'nvohada telefonda gaplashmoq. Demak, biz bilishimiz mumkin, shavvohada, ya'ni cho'milish to'g'ri keladi, chunki sport bilan qattiq shug'ullandim. Shu sababli ham cho'milgim kelyapti degan variant to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, bugungi video darsligimiz 39-savol turigacha bo'ldi. Keyingi videolarimizni kutib qoling. Keyingi videolarimizda 40-savoldan boshlab birgalikda ko'rib chiqamiz. Aynan sizni qaysi savol turi juda ham qattiq qiynaydi? Qaysi savol turida siz qattiq adashasiz yoki javob topishda qiynalasiz? Kommentariyaga yozib qoldirsangiz, sizga kerakli maslahatlarni berishga harakat qilaman. Hammaga omad.